afsuski urush davom etmoqda. Butun jahon urush tugadi va hamma joy jimjitlikka berkindi. Hayot davom etdi va biz jimgina unutishni boshladik. Londondan gapiryapmiz. Siz hozir bosh vazirning nutqini eshitasiz. Men Downing Street ko'chasi 10-uyda joylashgan hukumat uyiga xat yozyapman. Bugun ertalab Buyuk Britaniyaning Berlindagi elchisi Germaniya hukumatiga yakuniy xabarnoma yubordi. Sizga xabar berishim kerak. Hozir mamlakatimiz Germaniya bilan urush holatida. Otam mendan chindan ham urushga tayyormisan deb so'radi. U menga yaxshi askar, dushmanlarni odam bilmasdan o'ldirishni aytdi. Ularni inson sifatida ko'rish uni endi yaxshi askar qilmaydi. Men yaxshi askar edim. Xudo menga yordam ber. Har birimizning ichimizda buyuklik o'sishi mumkin bo'lgan urug'lar bor. Biz kelajakni o'zimiz yaratamiz. Biz uni o'zimiz tanlashimiz, o'zimiz tarbiyalashimiz, o'zimiz to'g'ri yo'lga yo'naltirishimiz kerak. Biz unga ishonch bilan yondashishimiz kerak. Aks holda yumshoqligimiz sabab u soyada yo'qolib ketadi. Urush odamlarni barcha imkoniyatlarini ochib berdi. Eng yorqin lahzalar, eng qorong'u soatlar. Jasorat cho'qqilari, nafrat chuqurligi, umid, matonat, g'azab va o'lim.